Assalomu alaykum. Mana bugungi kunimiz dushanba. 28-aprel 2025-yil. Separator obzor so'raganlarga qayerda bo'lishingizdan, O'zbekistonning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, hozirgi kunda shu pochta orqali jo'natamiz. Faqat siz bizga zakaz bersangiz bo'ldi. Hozir eng muhimini Hoji akamizdan bir o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli separator ishqibozlari. Mana biz bugun videomizni separatorga bag'ishladik. Separator ishqibozlari uchun shu videoni tayyorladik. Shu videoni uchun bitta like bosib qo'ysalaring, separatorimiz va videomiz keng tarqalishi uchun. Hurmatli separator ishqibozlari, mana biz hozir sizlarga mana 3 xil tipdagi zavod separatorlarni tavsiya qilyapmiz. Qo'ldan aylantiradigan mexanik separator, Rossiyaniki, Penza degan shahardan chiqadi, Penzmash. Ikkinchisi bu ham zavodskiy separator, bu ham Penzadan chiqadi, Rossiyaning Penza degan shahardan chiqadi. Bu ham eng yaxshi separatorlardan. Uchinchisi mana Ukrainaning Sich degan motor Sich degan zavoddan chiqadigan motor Sich 18 modeldagi separator. Bu uchala separator ham zavodskiy separatorlar. Biz mana shu separator bo'yicha o'zim 20 yildan beri faoliyat olib boraman. Qo'qon shahrini Yangi bozor hududida o'zimning ustaxonam bor, magazinim bor. O'zim 20 yildan beri faoliyat olib boraman. Otam ham mana shu separator bilan shug'ullangan, ikkinchi avlod separatorchiman. Xudoga shukr, birovga haqiga xiyonat qilmaymiz. Agar sizlarga separator kerak bo'lsa, separatorni biz sizga yetkazib, dastlabki ham qilib beraveramiz. Faqat bizga ishonishlaring bo'ldi. Mana men separatorni birinchisi mana mexanik qo'l separatordan boshlayapman. Hop. Bu separatorni tag qismi, ya'ni qilib aytganda motori, buni mexanik ichida shestronkalar bo'ladi. Mana bu turdan yog' turadigan ichi. Bunga 150 gram yog'ni qo'yib, ustiga shunday qo'yiladi-da, mana ikkita samariyat kuch guruhi bilan qotirib qo'yasiz. So'ri qotirgandan keyin barabanni. Mana unda qanday kulishlari bor. Barabanning ishini ochiladi. Mana ichida mana zapas rezinkasi, qotirish uchun ikkitagina shurupi va qaymoqni regulovka qiladigan yana bitta G'ga o'xshagan kulchasi bo'ladi. Mana bu yerda qaymoq ayiradigan voronkasi bor. Shundan qaymoq regulovka qilinadi. Chapga burasangiz qaymoq suyuq holatga keladi, o'ngga burasangiz quyuq holatga keladi. Bu o'zingizga bog'liq. Keyin buni ichida ochganingizda, buni ichida 11 dona tovoqlar bo'ladi. Mana. Bular yangi separatorni hozir sizga ko'rsatyapman. Zavoddan chiqqan. Hozir korobkadan ochdik. Bu tagida anga o'xshagan sandiq rezingasidan bitta turibdi ichida. Keyin bularni terishi mana birinchi buni gulligi gulligi va ikkinchisi gulsizi bo'ladi mana. Bitta unisidan teriladi mana. Bitta gulligi, bitta gulsizi, bitta gulligi, bitta gulsizi qilib 11 ta tovoqni terasiz. Terganingizdan keyin ustiga mana klishni varonka deyiladi, qaymoq chiqaradigan. Voronkasi qo'yilamiz, qo'pol kiyiziladi va endi o'zini tushadigan joy bo'ladi. Mana bu yerda chuqurchag'i bor. Xolasini chuqurchag'iga qo'yiladi. Chuqurchaq qo'yiladi, keyin uni gaykasi bilan qotiriladi. Gayka qotirilgandan keyin bu separator qaymoq chiqarishga tayyor holatga keldi.
qo'ygandan keyin bitta aylantirib olamiz. Keyin mana o'zini sut tushadigan tannovi qo'yiladi. Bunisi qaymoqniki. Teshigi katta bo'ladi. Qaymoqning tannovini teshigi kichkina bo'ladi. Qo'ygandan keyin mana bu kamera holati, kamerani kiygizamiz, ikkinchi holatiga o'rtasiga paxlov o'chadi. Bu kraniki. Buni kranni solib turib, chapga bekitasiz, o'ngga qarab ochiladi. Hozir bek holatiga qo'yib turib, bu qo'yiladi. Bu separatorda hozir tayyor holatiga keldi. Yog' quyilgandan keyin buni keyin ishlatishga boshlaymiz. Oldin yaxshilab aylantirib, kerakli tezlikka chiqib olgandan keyin 40 gradusgacha isitib olib, iliq holatga qaynatib olmaysiz. Faqat qo'l kuymaydigan holatda bo'lishi kerak. Keyin sutni quyamiz. Sutni quyganimizdan keyin bu tezlikka chiqib olgandan keyin sekin buni suti ochiladi. O'ngga qarab ochiladi. Bittadan sut tushib olgandan keyin sekin ko'paytirib qo'yamiz. Birinchi pastki qismidan sut tushadi, qaymoq olingan sut. Tepa qismidan qaymoq tushadi. Bu birinchi maslahatimiz. Zavod separatorimiz. Separatorimizni mana bu yerini qarasangiz, mana bu yerga Zelena va Rossiya deb yozib qo'yilgan. Rossiyada ishlab chiqarilgan degan. Chunki plastmas bo'ladi, lekin bu plastmas degani yomon degani emas. Faqat yoqtiradigan idishi bu. Yog'ni shunga 150 gram yog'ni quyib, ustiga mindirib qo'ysangiz, uzoq yillarga ishlaydi bu zavod separator. Bu birinchi maslahatimiz. Endi elektr separatorga ishqibozlariga. Bu elektr separatorda soatiga 50 litr chiqaradi. 50 litr chiqaradi. Hop. Mana shu motor shu separator penzadan chiqadi. Penza mash separator. Bu ruchnoyi, bunisi elektrikisi. Svetga ishlaydi. Bitta lampochkani energiyasini ishlatadi. Eng past yonadigan lampochka 50 amper. Bularda qaymoq aylanadigan barabani bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi, faqat bu motorga ishlaydi, bunisi mexanikga qo'lda ishlaydi. Baraban solinadi. Nimani olib bering? Mana dedi. Start ko'rsating. To'xtama. Bu separatorlar xuddi birinchi separatorimizga o'xshab barabani ochiladi. Chiqarib bo'lgandan keyin bu tovoqlarni 11talik ularni yuvib bo'lgandan keyin chiqarib bo'lgandan keyin yig'ib qo'yib qo'yasiz. 5 minutda quriydi. Keyin yana chiqaraman desangiz, mana hammasi yechiladi mana. Buni tayda salning rezikasi olinadi. Qurigandan keyin yana yig'am chiqaraman desangiz, yana bir boshdan mana rezikasini solamiz tagiga. Trayni deyiladi, trayni qo'yiladi. Va bitta gullik, bitta gulsiz qilib yana terilaveradi. Qaymoq varankasi qopqoq kiygizamiz. Mana bu yerda do'mboqchasi bor, shu do'mboqchasini olib kelib turib, mana bu chuqurchaqa oldin tushirib olinadi. Oldin tushirib olasiz chuqurchani ichiga. Keyin buni qotiriladi. Tushirib olmasa oldin qotirmang. Yaxshilab qotirib olganingizdan keyin juda qattiq qotirsangiz qaymoqni yana qattiqroq chiqaradi. O'rtacharoq qotirsangiz qaymoqni o'rtacharoq chiqaradi.
sizlar bemalol 90lik kodi bilan 550 87 42 raqamiga murojaat qilib zakaz bersalaring bo'ladi. Raqamlarimizni o'sha nimani ostida qoldiramiz albatta. Bizni kuzatib borayotganlar murojaat qilishlari mumkin. Bu separatorlarimiz soatiga 50 litr chiqaradi. Lekin bu degani 50 litrni chiqarguncha ishlating degani bor. Iloji boricha yarim soat ishlatganingizdan keyin tovoqlarini olib bir marta yuvib tashlasangiz, yana qaytib chiqaraverasiz. 10 minut damni olib oladi separator. 25 litr chiqarganingizdan keyin bitta dam beradi. Bu dam berishga ichini bitta tovoqlarini olib bunolarni ochib, tozalab yuvib tashlab, yana boshqadan terib, yana chiqaraverasiz. Biz buni ichiga tagiga qalay quyib qo'yganmiz, bu pasanga deyiladi, balansировка. Ana shuni zavodda qilmaydi. Zavod jinday defekt bilan chiqaradi. Biz shuni qilib qo'yamiz. Keyin mana bu yerga pulka qoqiladi. Bo'lmasa qaymoqni juda ham suyuq chiqarib yuboradi. Sut qo'shib. Mana shu tayyorlab qo'yamiz, keyin bizga kafolat bo'ladi. Sizga mana shu separatorlarni biz sizga holati 4 yilgacha kafolat qilishimiz mumkin. Bizi manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi bozor hududi. Otim Abdusattor. Yoshim 63 da. Endi mana ikkinchi, uchinchi separatorimizni o'tamiz. Bu rучной separator, bunisi elektr separator. Endi uchinchisi Ukrainani motor sesh degan separatorga o'tiladi. Bu ham ko'p shunaqa, faqat tokda ishlaydi. Motori 10 mingdan oshiqroq оборотda. Ovoz chiqmaydi. Yengil ishlaydi. Bu ham tovoqlari xuddi mana siz separatorga o'xshab, nima? Tenzomat separatorga o'xshab, ularda ham ichida tovoqlari bor. Faqat 11 ta emas, 12 ta bo'ladi. Mana. Bu ham tovog'i ikki xil bo'ladi. Ko'zga xuddi bir xilga o'xshab ko'rinadi, lekin yaxshilab ahamiyat bersangiz, tovog'i ikki xil bo'ladi. Bitta ikki xil o'sha bittadan qilib, bunisi bitta qilib teriladi. Ikki xil bo'ladi tovoqlari. Tovog'im teriladi, tagida sanli rezinkasi bor, qoradan mana. Rezinka sanligi bo'ladi. Tovoqlar teriladi, bittadan qilib, ikkinchisi bittadan qilib. O'n ikkita tovoq terilgan. Hop. Motor sish separatorimiz 18 lik modeli. Tovoqlar terganingizdan keyin anaqa joyida ikkita metkasi bor, tepa qappog'ida va tagida. O'sha metkasini bir-biriga ro'para qilinadi, qo'yiladi. Keyin mana u gaykasi bilan qotiramiz. Yaxshilab qotirilgandan keyin barabarni separatorga qo'yib turib, bu ishlatiladi. Bu motor sish separatorimizni korpuslari temir, faqat o'rnatilgan oyoqlari plastmassaviy bo'ladi. Tannovlari ham, qaymoq sut tushadigan tannovlari ham alyuminiydan bo'ladi. Qattiq alyuminiydan. Qozonlari ham alyuminiydan.
Mana ishlab turgan Suv qo'lyapti. beraymi bitta? Suv. Qozonga suv olib beraymi? Bu separator bizni ham magazindan mabodo olsalaring hech qachon sizlarga ish bermaydi. Biz buni mutaxassis ustasimiz. Agar bizdan olsalaring, biz o'zini keladigan joydan ligirovkalari bor. O'sha ligirovkalarni qilib, keyin xaridorga beramiz. Keyin sizni bemalol qaymog'ingizni chiroyli qilib chiqarib beradi. Shuning uchun biz hech qachon zavod bunga kafolat bermagan. Kafolatni biz beramiz. Otim Absattor, yana bir marta qaytarib aytaman. O'zim 63 yoshdaman. Qo'qon shaharida Yangi bozor hududida o'zimning ustaxonam, magazinim bor. Qancha separator kerak bo'lsa, dastlabga qilib beraveramiz. Hech qachon birovning haqiga xiyonat qilmaymiz, qilmaganmiz ham Xudodan qo'rqamiz. Shu bilan mana bugungi video obzorimiz tugadi. Manzilni sizlarga aytdim. Inshaalloh kimda kim mana shu agar bizni video obzorimiz yoqqan bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Telefonimiz Ketdi. kimda kim ishqiboz bo'lsalaring, telefonga murojaat qilishlari mumkin. Telefonimni eslatib o'taman. 90 nomer 90 kodi bilan 550 87 42. Soat ertalab soat 5 dan kechqurun soat 9 gacha bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Ko'rishguncha.